أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Biz aldığımız saatlik dersimizde balagat degan nima, fasahat degan nima, balagatning shartlari nima, fasahatning shartlari nima, bu to'g'riliq so'zlab o'tgan to'p. Ve aldığımız dersimizin asaslık yakınlı mazmununda biz bir cümlenin fasahatlik buluş için, şu cümle balagatlik buluş için, şu cümle fasahatlik olgandan başka halının taqazzasıga mas şekilde tüzülüşü kerak deb mundaq yakınlıgan. Biz bunun da iki şart koyduk asasen. Cümlenin balagatlik buluşunu. Birisi halının taqazzasıga mas kelish kerak. Buni oldingi soatda biz ma'lum darajada ancha-muncha misollar bilan tushuntirib o'tgan. Yana birisi shu jumla fasohatli bo'lishi kerak degan bir shartni qo'ygan. Endi jumlaning fasohatli bo'lishi uchun, kalamning fasohatli bo'lishi uchun kalamning oldi bilan kalimasi fasohatli bo'lishi kerak. Shuning bilan biz fasohatningki turlarini kalimadagi fasohat, kalamdagi fasohat, mutakallimdagi fasohat, kalamdagi balog'at, mutakallimdagi balog'at deb 5 turdan tushuntirib o'tgan to'p. Kalimadagi fasohat 3 xil ayib nuqsondan xoli bo'lgan vaqtda kalima fasohatli kalima deb hisoblangan bo'lgan. Birinchisi tanaful huruf, ikkinchisi muhalafatul qiyos, uchinchisi qarobat. Bu 3 turlik ayib nuqsondan kalima xoli bo'lgan vaqtda, salomat qolgan vaqtda kalima fasohatli bo'ladi deb yakunlagan. Ondan keyin jumladagi fasohatni, ya'ni kalamdagi fasohatni, kalamninki tanaful kalimatlardan xoli bo'lishi, da'f ta'lifdan xoli bo'lishi, ta'qiddan xoli bo'lishi deb yakunlagan. Ammo shu yakunning ichida tanafur qatorliq ma'ayib nuqsonlardan Allah bizga ato qilgan zavq salim bilan saqlangan bo'ladi. Ya'ni buni biror narsa o'g'nish ketmaydi buningga. İnsanning o'zidagi bor bo'lgan zavq tuyg'usi bilan, zavq sağlam tuyg'u bilan ishga harib moslashdimi yoki bir-birini qechishyapti, buni ayirg'ili bo'ladi. Shunga buningga ayrim fan o'g'nish ketmaydi. Andan bunun içindeki muhalafatul qiyosni sarf orqali to'liqlaydigan bo'lgan. Da'f ta'lif bilan ta'qid lafzini nahviy orqali to'liqlaydigan bo'lgan. G'arobatni adabiyot orqali to'liqlaydigan bo'lgan. Endi bu yerda qilib qolgani nima desa, birisi ta'qid ma'naviy, yana birisi balog'atning shartidagi, kalamning balog'atning shartidagi, kalamning muqtadoi holga uyg'un kelish masalasi. Dal bizning balog'atda, mush kitobda hal qilmoqchi bo'lganimiz bu ikki masala. Birisi kalamning halning taqazzosiga mos kelishi, yana birisi kalamdagi jonlantirish usullarini joyida tahlil qilib, to'g'ri shaklda jonlantirish, mayli tashbih bo'lsin, mayli majoz bo'lsin, yakinoy bo'lsin, to'g'ri shaklda qo'llanish orqali ta'qid ma'navidan saqlanish. Mush ikki ish hal bo'lib qolsa, bizning kalamning balog'atlik bo'lishiga shart hozirlangan bo'ladi. Aniq bu ikki narsani nima orqali hal qilamiz desa, kalamning halning taqozzosiga mos kelishini ilmul maani orqali, ta'qid ma'navidan saqlanishni ilmul bayon orqali hal qilamiz deb oldingi soatlik darsimizni yakunlab to'xtatgan to'g'ri. Endi bugun soatlik darsimizda biz shu kitobning 3 qismi bor. Birisi ilmul maani, yana birisi ilmul bayon, yana birisi ilmul badi deb qo'yamiz, ilmul badi deb qo'yamiz. Mushuningki ilmul maanini boshlaymiz. Bayatning xulosasidan ve oldingi darsimizdagi xulosasidan balkim o'quvchilar tushunib bo'ldi. Ilmul maani degan qanday fan ekan desa, jumlani halning taqozzosiga qanday qilganda moslashtirib bo'ladi. Ahvol bizdan qanday iborat keltirishni taqozo qilsa, munosib shaklda iborat keltirishni qanday vaqtda qilib bo'ladi. Mushun tadqiq qilgan fan ilmul maani ekan deb balkim bilib bo'ldinglar. Bu fanning asosini yana bir cho'nqilab kirgan vaqtida nahviga tushadi. Biz grammatikada cümlenin şekillerini çoğun cihetten 3 gibi biliriz. Grammatikalik orun, merfuat yani ref'ilik orun, mensubat yani nesbilik orun, mecrurat yani cerlik orun. Merfuatlı teve bir bölük cümlenin bilekleri var. Mesela mubta, haber, fayil, naib, fayil, inninin xavre, kanın ismi istigendek. Mensubatlı teve bir munca cümlenin bilekleri var. Mef'ulun bih, mef'ulun fih, mef'ulun mutlak, al, temiz, mustasna degandek.
Mecrurat tavamı cümlenin bilekleri var. Aşı meyli merfat tava olsun, meyli mensubat tava olsun, meyli mecrurat tava olsun. Ya ki ondan başka medeniyetler olsun, ya ki fiil, harfli ahvallar olsun. Cümledeki her bir bilekninki münasip cümlede orun oludu, münasip makam oludu, münasip ahvalı buludu. Her bir bilek o'ziga munosib shaklda keltirilsa, her bir bilek o'zi belgilangan ma'noni ifodalagan shaklda keltirilsa, kalam o'zining ma'nosini eng to'g'ri shaklda ifodalagan bo'ladi. Masalan, arab tilida ma'rifani 7 ga bo'ladi. Alamla, damirlar, mubahamatlar, ism mavsullar masalan, ismi sharat degandek. Alif lam bilan ma'ruf bo'lgan, mu'arraf bo'lgan ismlar, mudaf bilan mu'arraf bo'lgan ismlar, nido bilan mu'arraf bo'lgan ismlar. Bir jumladagi bir o'rin bir ma'rifa keltirishni taqozo qilsa, mushu 7 dona ma'rifaniki xoliqni kelolmaydi. Balki mushu o'ringa alam munosib bo'lsa, alam nakilimiz, ism mavsul munosib bo'lsa, ism mavsul nakilimiz. Arab tilida shartdan bir necha shart bor. Masalan, biz eng ko'p uchraydigan shartdan izova, inva, lavba. Bir o'rin shart keltirishni taqozo qildi. Chuqur bu shartlarni ma'lum birisini taqozo qildi, hamma emas. Agar bu o'rindagi ma'lum bir ishga shartga belgilanishdiki nisbat jazmiyat bo'lib qolsa, bizdan izo keltirishni taqozo qiladi. Shak bo'lib qolsa, in keltirishni taqozo qiladi. Agar o'tgan zamonda faraz qiladigan mahal bo'lib qolsa, lav keltirishni taqozo qiladi. Fe'lning o'zi modi, mudori, amr deb uchga bo'linadi. Mudorining o'zi hozirgi zamon, kelgusi zamonda ikkiga bo'linadi. Bir maqom bizdan cümle fi'li keltirishni taqozo qildi degan gap, ashullarni birini keltiramiz. Qaysini keltiramiz? Maqom nimani talab qilishini keltiramiz. O'tgan zamondagi sharikat bo'lib qolsa, modi. Hozirgi zamondagi sharikat bo'lib qolsa, mudori. Kelgusi zamondagi bo'lib qolsa, mudori masalan. Bir maqom bor. Muayyan, muqim ahvoldan birini tasvirlamoqchi. Bu maqom bizni nimani taqozo qildi? Jumla ismi taqozo qildi. Jumla ismi keltiramiz. Demek her bir ifodalamoqchi bo'lgan ifodaning arab tilidagi qurilmalarni talab qiladigan bir qurilmasi bo'ladi. Ana shu qurilmalarning hammani joyida tushunib, shularga mos shaklda keltirilishning o'zi yoki boshqalar keltirilgan qurilmadan shunday bir maqomlarni tasvirlab tushunishning o'zi ilm-i ma'anininki o'zlashganda bo'ladi. Bel ilm-i ma'ani mushuni bahs qiladigan fan deydi. Biz ilm-i ma'anininki birinchi abzasda birinchi mazmunda ilmani degan nima degan savolga duch kelamiz. Ilmani degan men bayatda tushundirgandek, bayatda so'zlagandek ahvollarni bahs qilgan fan ilmani bo'ldi. Shunga kitob qarasak, ilmul maani huwa ilmun yu'rafu bihi ahvalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ilmani deganimiz shundoq bir fanki, bu fan orqali Arab sözlerinden ahvalları bilinir. Bu qanday ahval dese, şu söz, şu ahval orqali alnın taqozosini mas qiladigan. İsmi nimani ifodalaydi, fi'li nimani ifodalaydi. Izoning ifodalaydigani nima, inning ifodalaydigani nima. Mudori'ning ifodalaydigani nima, modining ifodalaydigani nima. Rafilik o'rinda qanday so'zlar bor, naslik o'rinda qanday so'zlar bor. Bulullah degan nima, mutlaq degan nima. Mushurullah bahs qilinadigan fan ilmul maani bo'ladi. Andan keyin biz ifodalamoqchi bo'lsak, davom bir xil holatni ifodalamaymiz. Ba'zida muqim holatni ifodalaymiz, subutni. Ba'zi vaqtda istimror holatni ifodalaymiz. Ba'zi vaqtda hudusni ifodalashga majbur bo'lamiz. Shu vaqtlarda maqomning ahvoliga qarab turib, bizning jumla keltirish, bizning talab qilinadigan jumla shaklimi o'xshaydi. Shunga turdi dedi, fataxtalifu suwarul kalam ixtilafil ahvol. Hal muxtalif bo'lganligi uchun biz shu halga munosib keltiradigan jumlaning shaklimi muxtalif bo'ladi. Ba'zi vaqtda alhamdulillah deymiz, ba'zi vaqtda nahmadullah deymiz. Jumla ismi keltiramiz, jumla fi'li keltiramiz. Ma'noning maqomi boshqa, ma'noning maqomi boshqa. Masalan, buning misoli wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. Jilla Peygamber Aleyhisselam avatilganligin osmonning ishigining taqalganligini bayon qilib, biz zimindagi kishilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Robbi ularga yaxshilik iroda qildimi buni bilmaymiz degan bir Jillaning so'zi hikoya qilingan oyat. Oyatda ifodalanmoqchi bo'lgani
zimindagi kishilarga yaxshilik iroda qilinish yoki yomonlik iroda qilinish masalasi. Hamda Qur'oni Karimning istilohi bandalarga yaxshilik babiga kelgan vaqtda Allohga nisbat qiladi. Yomonlik babiga kelgan vaqtida bandalarning o'zining gunohi sababli berilgan bo'lg'achqa yaxshilik Allohning rahmatidan beriladi. Yomonlik bandalarning gunohi sababidan berilgan. Garchi ikkilisi Alloh tarafidan bo'lsa-mu, lekin sabab nuqtasidan obris Allohning rahmati sababidan yaxshilik beriladi. Ma yomonlik ularning gunohi sababidan berilgan bo'lg'achqa mushuni ifodalashda birisi lafzida Allohga nisbat berilishi kerak, yana birisi bandalarning o'ziga nisbat berilganligini ifodalanishi kerak. Mana shu vaqtda bandalar o'zi qilgan gunoh sababli erishmoqchi bo'lgan yomonlik Allohga nisbat berilmaydi. Undan mushu ikki maqom. Yaxshilikni Allohga nisbat berish, yomonlikni Allohga nisbat bermaslikdan iborat bo'lgan ikki holat bizdan mushunga yarasha jumla keltirishni taqozo qiladi. Undan qanday jumla keltiramiz desa, yaxshilikni biz bevosita aniq qilib Allohga nisbat bermoqchi bo'lgan ekan, yaxshilik babiga kelgan vaqtida ma'mum fe'l, ya'ni foilasi aniq fe'lki am arada bihim robbuhum deb ma'lum fe'l keltirish. Andikin yomonlikni Allohga nisbat bermaslik, chunki yomonlik bandalarning o'zining qilgan gunohi sababli keltiradigan bo'lg'achqa ma'noga mas shaklda iborat majhul shaklda ifodalanganki am urida biman fil ard asharrun urida biman fil ard majhul shaklda keltirishni taqozo qildi. Oyatning lafzi shunda keltirildi. Demak, ma oyatga qurilma ifodalanmoqchi bo'lgan, demakchi bo'lgan, bildirmoqchi bo'lgan maqsadni loyiq ravishda ifodalay bildiradigan qurul bilan keltirildi. Biz bu qurulni qarab turib, yaxshilik Allohning rahmatidan bo'lg'ach Allohga nisbat beriladi. Yomonlik Allohning rahmatidan, yomonlik bandalarning o'zining qilib solgan gunohi tufaylidan bo'lg'achqa shunga majhul shaklda keltirildi deb men tushunib oldik. Masalan, mushumi dal ilmul ma'ani. Mush ahvollarni hamini bahs qilish uchun o'quvchi chuqur arab til jumlalarining qurilmalari, ifodalash shakllari, maqomning taqozzolari va shu maqomga yarasha arab jumla shakllarining hammani o'rganish kerak. Manda qilgan vaqtda ilmul ma'anini o'rganman deganda butun arab jumlalarining normal ifodalash shakli ishlatiladigan o'rinlarni bilganda shu odamda ilmul ma'ani shakllangan bo'ladi. Abdur tushuntiryapti. Fa inna ma qabla amning oldidagi jumlaning bir shakli bo'lib, amdan keyingi jumlaning shakliga qarshi keladi. Muxolif. Chunki innal ula fiha shu jumladagi birinchi jumla iroda fe'lini majhulga asoslanib qurib chiqarish mabni. Ammo ikkinchi jumla shu jumlada iroda fe'lini ma'lumga mabni qilish. Nima ish qilsa, buni talab qilgan holat yaxshilikni Allohga nisbat berish, yomonlikni Allohga nisbat berishni cheklash. Ikkinchi jumlada yaxshilikni Alloh iroda qildi degan. Birinchi jumlada yomonlik Allohga nisbat berish. Chunki yomonlikni garchi taqdir, yaxshilik yomonlik hammasi taqdir qilish nuqtasi Alloh tarafidan bo'lsa-mu, sabab nuqtasidan yaxshilik Allohning rahmatidan bo'ladi, yomonlik bandaning qilgan gunohi tufaylidan bo'ladi. Lekin har ikkilisini Alloh taqdir qiladi. Bu bizning e'tiqodimiz. Demak, mashta bir qurilmalarni tushunadigan fanni ilmul ma'ani deymiz. Endi ilmul ma'ani mushu pandiki ilmul ma'ani pandiki gap 8 bobda to'xtaydi va bir xotimada to'xtaydi. Biz oldingi soatlik darsda 8 bobni bir-birlab surishtirib o'tdik. Masalan, xabar insho masalasi, taqdim ta'xir masalasi, hasb zikr masalasi, insho masalasi, qasr masalasi, fasl vasl masalasi, ijob istinab musovat masalasi, eng oxir xotimada jumlaning normal qoidalik holatlardan yana bir holatlarga, ya'ni muqtazoi zohirdan, muqtazoi holga. Agar maqom bizdan normal jumla keltirishni emas, jumlalarni aksi yo'l bilan keltirishni taqozo qilsa, uni yarasha shaklda keltirish qatorliq masalalarni eng oxir muqaddimada xotimada so'zlaymiz. Hozir birinchi bob al-babul awwal al-xabar wal insho. Endi amaylan bilamiz, arab tilidagi jumla ikkiga bo'linadi. Jumla xabariya أو جملة إنشائية. كتابة الخبر والإنشاء ده إفادة لدن. خبر دكان نمودسة. بنا برنا تشكل تعرف قلقلق. بعض بلاغات كتابlarda ما şekilde, bazı balagat kitaplarda al şekilde tarif qilaqlıq. Her şekilde biz tariflarning hammani asosan deb o'tamiz. Bir çenge vaqtimizda mana tushunsak bo'ldi. Xabar degan nima desa, shunday bir jumlaki, mushu jumlaningki qoilini, diguvchisini, sahibini rastchil yolg'onchi digildigan jumlalar xabar jumlalari. Masalan, men Muhammad keldi dedim.
qarab baqadi, Ras Muhammad kelgan bo'lsa, men rastchi. Agar Muhammad kelmagan bo'lsa, men yolg'onchi. Muhammad ayati keldi dedim. Ayat qarab baqamiz, Muhammad kelsa, rastchi. Agar kelmasa, men yolg'onchi. Buni ma'ni jumla xabar deymiz. An insha degan desa, jumlaning digichisini, sahibini rastchil, yolg'onchi digil olmaydigan jumla. O'rningdan tur. O'rningdan tur deb birisiga buyruq qilsam, mushu jumlada meni rastchil, yolg'onchi digil olmaydi. Ahmad uyda bormi deb so'rasam, mushu savol jumlada meni rastchil, yolg'onchi digil olmaydi. Kashki millionlar o'tib ketgan bo'lsam, ha degan umid jumladami meni rastchil, yolg'onchi digil olmaydi. Voy pulani degan nido jumladami meni rastchil, yolg'onchi digil olmaydi. Andan birinchi xulosa xabar degan nima desa, digichisini rastchil, yolg'onchi digilib bo'ladigan jumla xabar jumla. Digichisini rastchil, yolg'onchi digilib bo'lmaydigan jumla insho jumla. Bu birinchi ta'rifat. Am ba'zi kitoblarda bunday ifodalaydi. Xabar jumla deganimiz reallikqa selishtiradigan, nisbat degan gap, mazmun degan gap. Cümlenin mazmunini reallikqa selishtiradigan jumla. Yani reallikda ajnoga selishtiradigan bir selishtirmasi bor jumla xabar jumla. Muhammad keldi. Qarab baqama, kelibdimi, kelmabdimi? Selishtirib oldi. Kelgan bo'lsa, udul kelgan bo'ladi. Kelmagan bo'lsa, udul kelmagan bo'ladi. Men udul kelsin, kelmasin, selishtirib olgan bo'ldi. Ma xabar jumla. İnşa cümle degan nima desa, reallikda shuning mazmuniga selishtiradigan selishtirmasi yo'q jumla. O'rindan tu. Bu degani bu yo'q bas. No qarab selishtirib olmaydi uni. Kashki million olgan bo'lsam, ha, selishtirib olmaydi uni. Voy palani o'rnidan muyakkila deb chaqasam, nido degani selishtirib olmaydi uni. Selishtirib olmaydi. Ma inşa cümle deydi. Herhalde bayatdanki sahibini rastchil, yolg'onchi deb bo'lgan yoki digil olmaydigan degan gap bilan jumlaning mazmunini selishtiradigan reallikda bir dona selishtiruvmi bor jumla, yo'q jumlani ikkilasini tahqiqlab kelgan vaqtda bir gap. Ya'ni xabar jumla deganimiz reallikda selishtiradigan selishtiruvsi bor. Insho jumla reallikda selishtiradigan selishtiruvsi yo'q jumla. Xabar jumla deganimiz uning sahibini rastchil, yolg'onchi digil oladigan jumla. İnşa cümlelerimiz sahibine rastchil, yolg'onchi digil olmaydigan jumla deb ikki xil ta'rifat bilan tushunsanlar bo'ladi. Sal turib kelimiz qani. Kitob qarayli. Al-babul awwal birinchi bab xabar va insho to'g'risida. Deyotdi, har qanday jumla ya xabar jumla bo'ladi, ya insho jumla bo'ladi. Endi xabar jumla degan nima desa, buning qoilga, diguvchisiga mushu adam mushu jumlada, mushu kalamda sodiq yoki kozib digili durus bo'ladigan jumlani xabar jumla. Masalan, safara Muhammadun Aliyun muqimun. Qarab baqamiz, ras safar qilibdi, sodiq. Safar qilmabdi, kozib. Ras Ali muqimkan, sodiq, Ali muqimmaskan, kozib. İnsho degani dal shuning aksi ta'turisi. Ya'ni bu jumlaning diguvchisiga a yuqoridagi sodiq, kozib degan gapni digilib bo'lmaydigan jumla. Masalan, safir ya Muhammad, aqim ya Ali desa, bu yerda selishtirib bo'lmaydi uni. Tamam. Andaganda biz bayatni dedik-ku. Reallikqa selishtiradigan nisbati va yoki yo'q. Nisbati ya udul keladi kelmaydi. Masalan, bayatman dedim. Men bayatni dedim. Muhammad kelibdi desa, mushu jumlaning Muhammad kelibdi degan mazmuni bilan Muhammadning kelgan reallikdan selishtiradi. Muhammad kelsa, majmulning sahibini sodiq deymiz, kelmasa kozib deymiz. Ammo jumlaning o'zi reallik uygun kelgan jumlani sidq xabar. Shu jumlaningki to'g'ri kelishi. Agar uygun kelmasa, uni kizbi xabar deb mundaq ataymiz. Shunda o'tib xabarning sidqisi degan gapdan murod reallik uygun kelishi, uning kizbisi degandan murod, kazibisi degandan murod uygun kelmaski. Muhammad keldi. Kelibdimi? Kelibdi. Ha, sidq ekan. Digisi sodiq. Muhammad keldi. Kelibdimi? Yo'q, kelmabdi. Ma xabar kezib. Yani yolg'on xabar diguvchisi kozib. Masalan, Aliyun muqimun degan jumla agar mushu jumladan tushunilgan mazmun, nisbat degan mazmun degan gap, mazmun
reallıqdagi fil xarij degani, ya'ni sirtdagi amaliyotdagi reallıqdagi mazmunga uyg'un bo'lsa, jumla sidq. Unda olganda fakaz yolg'onchilik ma'o. Ama bu cümlenin sahibi sadık kazı buldu. Muşnu olallam cümlenin inşa ixbarlıqını ayırsak buludu. Hoş, endi meyli cümle inşa cümle olsun, ya ki ixbar cümle olsun, yani haber cümle olsun, her qandaq cümlenin iki asasi kısmı var. Bunu sizler nehveydim okuduğuluk birisi mahkumun aley cümlenin ikisi diyen gel. Yani birisi mahkumun bir cümlenin haberi. Bunu da musned ilay, yani birisi musnedde batırıldı. Musned ilay degenimiz cümledeki bütün ilgilerinin hemisi musnedler. İzin de olsun balagatta grammatik o'xshash balogatning o'y xiyoli jumladagi grammatikalik o'rin olmagandiki mazmun asosi olgandan bir mazmun bir odamga bog'lansa bog'langan narsaning hammani muslilay deydi. Fa'ilni muslilay deydi, mubtadani muslilay deydi, noib fa'ilni muslilay deydi, indining ismi muslilay deydi, kananing ismi muslilay deydi. Hatto sifat mavsufda mavsuf muslilay deydi. Hallan zulhalni muslilay deydi. Temiz olan mumeyyizde mumeyyiz muslilay olur. Çünkü balagatning o'y xiyoli ma'na. Ma'na bir odam shunda bog'landi, mushu ma'na bog'langan shaxs yoki zot yoki taraf muslilay bo'laveradi. Ya'ni fa'il, noib fa'il, xabar va mubtadaga o'xshash. İkinci mahkumun behdigini musnedde batırıldı. Musned degan nima desa, bayat degandek biz nahviy tarafida emas, balogat tarafida. Nahviyullah grammatikalik o'rniga qarab ayrıydi musned. Ama balogatda ma'nosi qarabki, yana bir narsaga bog'langan, shuningga nisbat berilgan har qanday hukm musned bo'ladi. Masalan, fa'ilning pilisi, pil musned. Mubtadaning xabari, xabar musned. Innining xabari, kanining xabari, sifat mavsufdagi sifat, hazul haldagi hal masalan. Mumeyyiz temizge temizlerinin hemisi ne buluyordu? Musned buluyordu. Yani fiil ve üzerine merfu bilen kupayıldıgan hele kabir mubtada var o, kabir yok mubtada, şu mubtada. Halas. Yani demek cümleni biz çok cihetten iki gibi bulağan bulduk. Birisi haber, birisi inşa. Birden kelimiz, avval haberini sözleyimiz. El kelam alel haber. Yani gipimiz nerede? Haberde deydi. Gipimiz haberde. Dostkuda bulanamızın cedveli var. Biz cümleni çok cihetten haber, inşa edip iki gibi olduk. Haber degen nime, inşa degen nime, bu ikisini bayatını sözlep olduk. Endi keldik haberi gileydi. El haber imma en yekune cümleten fi'liyeten ev cümleten ismiyeten. Haber ya cümle fi'li buludu ya ismi buludu. Muşunun atalık usulan görünüp duruptu. Fiillik cümle ya ki isimlik cümle. Bunu grammatikçiler isim bilen başlansa isimlik cümle, fiil bilen başlansa fiillik cümle degen. Tahmin içkiler kirgen vaktimizde iki isim ya ki bir fiil bir isim olup isim bilen cümlenin aldığı isim bilen başlanılan cümle isimlik cümle oldu. Bir fiil bir isimden çözülüp fiil bilen başlanılan cümle fiil oldu. Hep mada çönsek mi buludu? Hem de bunu neyim için iki ayrımız dese biz tesirlemekçi olan bazı mana muqum turaklık mana oludu. Bunu ifadeleşi cümle ismiye işiltimiz. Biz tesirlemekçi olan mana bir xil hudusluk hukumiga ega, istimrorlik, yengillish, paydo bo'lish hukumiga ega bo'ladi. Bu vaqtda bunga nima ishlatamiz? Jumla fi'liya ishlatamiz. Shu abturmida deyotdi. Birinchisi, jumla fi'liya deganimiz maxsus zamonda hudusni ifodalash degani ish harakatni ifodalash degan. Hudus ish harakatni ko'rsatadi. Ish harakatni ifodalash uchun tayinlangan bo'ladi. Qisqalik qilan degani zamonni ifodalashga ikkinchi qo'shimcha ketmaydi. Shu siyg'ining, labzining uzlulan zamonini chiqadi. İş hareket mi çıkıyordu? Zaman, iş hareket ikilisi bir lebzini çıkıyordu. Darabe dese, darabe Muhammed, ya ki kâme Muhammed dese, kâme diyen siğinin üzden, orundan turuş diye iş hareket mi çıkıyordu? Ötken zamanda yüz belgelik mi hem çıkıyordu? Bazı da istimrar, teceddudin ifadaleydi, karini bilen degeni, etraftaki deliller bilen, izcil yüz belgelikini. İzcil yüz belgendi mi? Mukum şekilde emez, hudus, lekin izcil. Bir iş paydo bo'lgan, lekin izchillik. Qanday chaqda desa fil mudari bo'lib qoladi. Chunki fil mudarining o'ta alohidligi bor. Masalan, tarif bunda bir she'r o'qigan, "Awa kullama waradat ukada qabilatun ba'athu ilayya arifahum yatawassamu." She'rda o'zini maqtash uchun kelgan she'rda ukaz bazirga har bir qabila kelgan vaqtida men o'zlarining cho'nglarini avatdi. Bu cho'nga menga mushta üzülmey qaraydi, yatavassam degan gap, üzülmey qaraydi degan gap. Bu ma'noda ifodalaydigan mazmuni nima bo'lsa, meni yiroqdan marlaydi, kuzdi degan gap-ku. Kuzatgan odam qanday kuzdi? Tikilib qarab turmaydi. Qaraydi, qarab oladi. Qaraydi, shuna qarasa qarab oladi. Yana qaraydi, qarab oladi. Mushu holatni tasvirlash uchun yatavassamu fil mudari ishlatiladi. Ya'ni istimror lekin tajaddud. Bir qarag'an pati qarash emas. Qarash
yani o'zini ishini qiladi. Yana qaraydi, yani o'zini ishini qiladi. Yana qaraydi degandek, bunday holatni ifodalash uchun kelgan. Bu birinchi, yani jumla fe'liyaning roli. Ikkinchisi, jumla ismiyaning roli musnadning muslayga subuti uchunla mujarrad degani subuti uchun degani musnad muslayga, ya'ni xabar bilak, jumladagi xabar bilak, jumlaning egasiga o'rnab ketganligini, hudus yo'q, yuz bergan ish harakati yo'q, faqat ma'ning deganlar ma'noni ifodalash uchun tayinlangan bo'ladi. Masalan, ash-shamsu mudi'a. Quyosh nur chechib desa, nur chechib, to'xtaydigan ish emas. Balki chachidi, o'z vaqtida chechayotgan, o'tgan zamonda hozir chechayotdi, inshaalloh qiyomatga qadar quyosh nur chachidi. Bir ishning muqim holatini ifodalaydi. Endi ba'zida bu jumla ismiyami deydi, jumla ismiyami qarinlar bilan xabarda pilomgan vaqtida ismlarni ifodalaydi. Al-ilmu nafi' desa, ilm manfaat berdi deb qo'ydi. Mana ism fa'il shaklida kelib qolsa, biz grammatikada o'qigan ism fa'illar odatda istimrorni ifodalaydi, hudusni ifodalaydi. Mana rologa chiqqan mushu nuqtadan nafi'ninki mushu ism fa'il bo'lgan nuqtasidan bu yerdan istimror ma'nosi chiqib ilm degan uzluksiz manfaat deb tarjima qilsak bo'ladi. Tamam. Ma'lum endi jumlaninki qurilma jihatda ikkiga bo'linishi. Endi har qanday jumlaning maqsad jihatda, ma'no ifodalash maqsad jihatda jumlaning ikki xil maqsadi bo'ladi. Esingizda bo'lsin. Jumlaning ikki xil maqsadi bo'ladi. Birisi jumlaning mazmunini ifodalash. Buni biz foidatul xabar deb ataymiz balog'atda. Yana birisi o'zining bildiganligini, o'sha mazmunni bildiganligini ifodalash. Buni lozimul foid deb ataymiz. Masalan, foidatul xabar shu odatda biz ishlatayotgan 90% jumlaning hammasi shu xildagi jumlalar. Muhammad keldi desa, boshqalar shu Muhammadning kelganligini gapirish maqsadini bildirish. Muhammad ketdi, safarga ketdi desa, boshqalarga Muhammadning ketganligini bildirish, bas, boshqa maqsadi yo'q. Ma'vo jumlaning mazmuni boshqalarga bildirish deymiz. Ikkinchisi o'zining biladiganligini bildirish degani, masalan, birisi Qur'on yodlab bo'ldi. 30 par Qur'on tugatgan bo'lsa, voy Qur'onni tugatibli-ku deganim, men sizning Qur'onni tugatganliklarini bildim degan gap. Birisi bir shahardan Mashhad Qohiraga kelgan bo'lsa, men oldiga chiqamanda uning yoki aytsa yo'qlab berma. Tunugun tushki kapli-ku ha deganim, tunugun tushki kaplar deganim, o'ziga uning tunugun tushki kelganligini uqtirib qo'yish emas, o'zi obdan biladi uni. Faqat mening oning kelganligini bilganligimni bildirib qo'yish. Men bildim degan gapda bu ikki xil maqsad. Birinchisi foidatul xabar deb ataladi, ikkinchisi lozim foidatul xabar deb ataladi. Davotdir xabardagi asli holat muxotabga shu jumla ustiga olgan mazmunni ifodalash uchun tashlanishki, jumlaning xabar jumlaningki eng asosiy maqsadi boshqalarga mazmunni ifodalash. Li ifodat al-hukm degani hukm degani mazmunni ko'rsatadi. Mazmunni ifodalash uchun tashlanish. Hadar al-amir degani amir keldi deb uqtirib bermoqchi. Yoki mutakallim shu mazmunni biladiganligini ifodalashga men bilmaganligini bildirish. Masalan, anta hadarat ams. Tunigan o'zir kellig'imi yerga desa, aslini kelganligini men bildim degan gapda hukmni ifodalamoqchi o'g'ini foidatul xabar deb ataladi. Mutakallimning shu hukmni, shu mazmunni biladigan, bilgich ekanligini ifodalamoqchi bo'lgan jumla lozim foidatul xabar deb ataladi. Mana bu jumlaning asosiy ikki maqsadi. Jumlaning jumla bo'lib qurashtirilishning ikki maqsadi bor. Qayta desam, birinchisi jumlaning mazmunini ifodalash. İkincisi cümlenin mazmunini biladiganligini ifodalash. Cümlenin mazmunini ifodalamoqchi bo'lgani foidatul xabar deb ataladi. Cümlenin mazmunini biladiganligini ifodalaydigani lozim foidatul xabar deb ataladi. Biz arab jumlalarni ko'z yugurtib tashursak, asosan bu ikki muddao bor. Ikki muddao. Ammo arab tilida ma ikki muddaodan boshqami, yana boshqa muddaolimi ham bor qo'shimcha shaklda. Ya deshimizning sababi har qanday ish asli va qo'shimcha deb ikkiga bo'linadi emasmi? Jumlaning asli ma'no ifodalashdagi asli o'rni ikki ma'no ifodalash. Birisi jumlaning mazmunini ifodalash, yana birisi mutakallimning shu jumlaning mazmunini bildiganligini ifodalash. Jumlaning mazmunini ifodalamoqchi bo'lgan foidatul xabar, bildiganligini ifodalamoqchi bo'lgan lozim foidatul xabar deb ataladi. Abtur davotida qad yulqal xabar li aghrab ukhra. Ba'zida xabar bayatni biz degan ikki xil maqsaddan boshqa maqsadlar uchunmi jumla xabar deyiladi. Masalan, istirhom, rahim talab qilish. Musa alayhisolamning tuvanlik so'zida Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Musa alayhisolam deyotdi, Robbim
Sizlar menga tushirgan yaxshilikdan faqirman degani men muhtoj degan gapda. Musa alayhisolamning qanday ahvol bo'lsa Alloh uni biladi. Allohga uni depirish hojatsiz. Ham Musa alayhisolam o'zining biladiganligini ham depirish hojatsiz. Uni Alloh biladi. Unda bo'lsa, bu yerdagi maqsad nima bo'lsa, rahim talab qilish. Xuddi bir bola dadaning oldida xatolashdi, ig'ir xatolashdi. Oldida o'tirib, dada, men mana shuni xato qildim desa, dada uning xatolashganligini biladi. Va xatolashganligini bildiganligini ham biladi. Andos balaning mush gibini deyishga maqsad nima? Dadaning mehribonligini qo'zg'ash. Ya'ni kechirimini istash masala. Ma'lum Musa alayhisalom Allohdan rahim talab qilish uchun majburdir. Ma'lum qo'shimcha maqsad. Unda boshqa ikkinchi qo'shimcha maqsad o'zining ojizligini qana qilish, oshkorlash. Masalan, Zakariya alayhisalomning so'zida Robbi inni wahana al-azmu minni. Robbim, men yashinib qoldim degan ma'nodagi oyat. So'ngaklarim chirib ketdi, ojizlab ketdi degan yashinib qoldim. Zakariya alayhisalomning yashinib ketganligini Alloh biladi-ku, ha? Unda o'ganda jumlaning mazmunini Allohga bildirish yo'q. Zakariya alayhisalomning o'zining yashanganligini biladiganligini ham biladi-ki, buni ifodalash hojatsiz. Ana o'z bayat nima desa, o'zining ojizlashib qolganligini qana qilish ko'rsatish. Masalan, qishimda oldimda o'tirgan bir odamga balam, endi ko'zim ko'masib qoldi, qo'lim tutmasib qoldi, putim basmasib qoldi, men sizni bag'ayaga borolmayman deganim, bu ahvollarning hammini biladi shu. Mening ko'zimning ko'maydi qolmasa, men qarg'ib qolsam masalan, ma'maydi qolgan birida to'kirib qolsam masalan, ammo mush gapni davis maqsad nima? Uning jumlaning mazmunini ifodalashmi? Yo'q, biladi. Uning bildiganligini bildirishmi? Yo'q, biladi. Faqat ojizlikni ifodalash. Men ojiz demoqchi. Uchinchisi, hasratni oshkorlash. Imronning ayoli, ya'ni Maryam alayhisolamning onasininki tuvandagi so'zida Robbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Maryam alayhisolamning onasi tug'moqchi bo'lgan bolasini Alloh yo'lida nazar qilgan. Ya'ni Baytul Maqdisning xizmatiga. Odatda Baytul Maqdisning xizmatiga o'g'illar nazar qilingan bo'lg'achqa, demak ko'ngilning tigidimi bir xil o'g'il degandek bir xil o'y fikr voda. Shundan ammo tuqqan vaqtda qanday tug'di buni? Qiz tuqqandan keyin o'zining hasratlanganligini ifodalab, Robbim qiz tug'ibdimi deydi. Va bu qiz tuqqanligini Alloh biladi. Foydali xabar emas. O'zining qiz tuqqanligini bilganligini ham biladi Alloh. Lozim foydali xabar ham andoz nima bo'lsa, hasratni ifodalash. Men Baytul Muqaddasning xizmatiga bir o'g'il ato qilamiz degan, o'g'il berami degan qiz tug'ib qoptimi debchi. To'rtinchisi xushalliqni qana qilish, oshkorlash, kelgan ishlarga qarata va ketgan ishlarga qarata xushulishunda. Ja'al haq va zahaqal batil. Buni shu vaqtda avomga gapirish hojatsiz. Hammasi Makkaning fathi bo'lganligini, islomning nurining chechilganligini, butlarning chaqilganligini biladi. Va shu oyatni digitini bildiganlik ham biladi masalan. Demak, maqsad nima desa, xushalliqni oshkor. Ja'al haq va zahaqal batil. Odatda bunda bir ishlarda yuz beradi. Masalan, shu oyatni biz dalil qilib, bir nohaqsiz birisi yo'qitilib o'rniga haqiqat yug'izilgan vaqtda desak, masalan, shu ahvollar hammasiga oydin, jumlaning mazmunini ularga bildirish hojatsiz va buni diguvchining bildiganligini ham biladi oydin, uni deyishma ham hojatsiz. Beshinchisi, xushalliqni oshkorlash. Axaztu jaizata taqaddum desa, birinchilik mukofotini oldim desa, uni og'aligini atrofdagilar hammasi biladi masalan. Xushalliqni oshkorlash, ya'ni biladigan odamga nisbatan deyilsa, agar bilmaydigan odamga deyilsa, u vaqtda foydali xabar bo'ladi. O'zining biladiganligini u mumkin emas yana. Oltinchisi boshqalarga kayish, masalan, yo'lda menib ketib o'tib, teyilib ketgan odamga "Ashams tali'a, voy kunduzg'u bu. Ko'p kunduzni teyilib o'tiramsa" degan gap, u kunduz ekanligini u biladi, biladiganligini ham biladi, foydali xabar emas, lozim foydali xabar emas. Masalan, ko'p kunduzda teynamsa deb uningga qayish. Demak, mayda 6 xil qo'shimcha maqsadlarni akabdi jumlaning ifodalashining. Ama bundan boshqa maqsadlar bor, bundan boshqa men ifodalaydigan ma'nolar bor. Lekin Abdulning mushiyat ifodalamoqchi bo'lgan nima bo'lsa, jumlaning asosiy maqsadi ikki, undan boshqa qo'shimcha maqsadlarimiz bor demakchi. Tamam. Endi xabar shu asosiy maqsadni ifodalashda ishlatadigan vositalarning hammani ishlatadi. Chunki asosiy maqsad qaysi bo'ldi? Boshqalarga bir narsa bildirmoqchi bo'ldi emasmi? Bildirish uchun jumlada ishlatiladigan vositalarning hammasi ishlatiladi. Agar qarshi tarafga bir qiz desak, tushunadigan bo'lsa, bir qizlam deymiz. Muhammad Qodim. Agar qarshi taraf u bir qiz gapimizga ishonmaydi yoki ishkilinadi.
Muhammed Qadim desek, yo'q, tunni kun ketganda qilgan bugun kelib bo'lmaydi degandek mana ikkilanib qolsa, vallahi Muhammed Qadim. Agar u keskin inkor qilib, yo'q, Muhammad kelmaydi, u kildiganligini aytmaydi, kelmaydi va kelmayman degan deb keskin inkor qilsa, vallahi inna Muhammad laqadim deb bunday ifodalaymiz. Demak, maqsad qarish tarafga jumlaning mazmunini tushuntirish va ishondirish bo'lg'achqa, qarish taraf qanday vosita ishlatsak, ishonsa, biz shunda vositani ishlatib turib jumla mazmunini ifodalaymiz. Mush nuqtadan jumla 3 ga bo'linadi. Agar qarish taraf zihni xoli bo'lib, jumlani degan hamallam qabul qiladigan holat bo'lib qolsa, jumla normal holatda tashlanadi deyiladi, ta'kidlamaydi. Buni biz ibtidoiy deymiz. Agar muxotabning zihni ma'lum darajada ma'lumotga ega desak, ikkilanib qolgan ahvol bo'lib qolsa, bu yerda bir ta'kidlab keltirishimiz yaxshi bo'ladi jumlani ifodalash uchun. Buni biz nima deymiz? Talabiy deymiz. Agar muxotabning kallasida qarshi ma'lumot bor, biz degan gapni darhol qabul qilmaydi, inkor qiladi. Ammo biz buni inkorni yo'qotish uchun ta'kidlarni ishlatish zarur bo'ldi. Manda holatdagi jumlaning shakli inkoriy bo'ladi. Unda bo'lsa, jumla cho'ng jihatdan nechaga bo'lindi? 3 ga. İbtidai, talabi, nima, inkari. 3 jumla. Unda bizning xabar to'g'riliq bugungi darsdagi xabar to'g'riliq taqsimot birinchidan xabarning qurilma masalasida jumla ismiya, jumla fe'liya. İkincisi, xabarning asosiy maqsad nuqtasidan foydatul xabar, lozim foydatul xabar. Andan xabarninki ifodalanish, boshqalarga mazmunni ifodalash nuqtasidan ibtidai, talabi, inkari deb nechiga bo'lib 3 ga bo'ldi. Hozirgi Abdurning kitobdagi adrubul xabar degan qism shu. Adrubul xabar qaranglar. Haysu kana qasdul muxbir bi xabarihi. Yani muxbirninki bir jumlani deguchininki o'zining jumlasi bilan bo'lgan maqsadi muxotabga ifodalash, muxotabga mazmunni ifodalash bo'lg'achqa, biz bayatni dedik-ku, jumlaning asosiy maqsadi qarshi mazmunni ifodalash bo'lg'achqa, cho'qim jumla hojat miqdori qisqartilishi kerakki, behudachilikdan saqlanish uchun. 2 qiz gap bilan tushunsa 2 qiz, 3 qiz gap bilan tushunsa 3 qiz, 4 qiz gap bilan tushunsa 4 qiz. Agar unidan ishq gap qilishni taqozo qilsa, ishq gap qilamiz. Masalan, agar muxotab zihni hukmning xoli o'zligini gapni deb o'qitishini deganmanda bo'lib qolsa, jumla uningga, xabar uningga ta'kiddan xoli asosda tashlanadi. Axuka qodim, bas. Agar muxotab shu jumla xabar haqida mutaraddid bo'lsa, ikkilanguchi, uni bilishni izlanguchi ekanmi, to'xtab turib, mushtash bormi deydigan bunday bir holat bo'lib qolsa, bu xabarni ta'kidlash yaxshi. Inna axaka qodim degandek. Agar u muxotab xabarni inkor qiladigan bo'lib qolsa, yo unda ish yo'q deb qolsa, u vaqtida bir ta'kid yoki 2 ta'kid yoki undan ko'p ta'kidlar bilan inkor darajasiga qarab ta'kidlash vojib bo'ladi. Inna axaka qodim, innahu laqodim, vallahi inna axaka laqodim degandek. Bu yerdagi xabar ta'kiddan xoli qog'iniga va ta'kidni o'ziga og'iniga nisbatan, nisbatan 3 qismga bo'linadi. Biz bayatni degandek, kamara ayt ko'rganingizdek, birinchi qismni ad-darbul avval, birinchi qismni ibtidoi deb ataladi, ikkinchi qismni talabiy deb ataladi, uchinchi qismni inkari deb ataladi. Bu ma'no nuqtadan biz xabarni nechiga bo'ldik? Ibtidoi, talabiy, inkari. Ham biz bayatni ibtidoi, talabiy, inkarida bir qiz gapni dedik. Ya'ni jumlalarni ta'kidlashda. Jumlalarni nima bilan ta'kidlaymiz desa, buni inshaalloh keyin ko'rasizlar, lekin abturmayat qisqacha qilib, ta'kid inna, anna, lam ibtida, tanbih harflari, qasam, ta'kidning ikki nuni, zoid harflar, takrir, qat, amma shartiya bilan, hatto jumla ismining o'zini ta'kid. Jumla ismining o'zini ta'kid. 13 xil ta'kid yo'li bor. 13 xil ta'kid yo'li bor. Ashu Allohning birisidan qana qilsak ta'kidlasak bo'ladi. Tamam, shuni bilan xabar to'g'riliq so'zlaydigan mazmun tugadi. Xabarning asosiy 3 mazmunda so'zildi. Birisi qurilma nuqtasining jumla ismiya, jumla fi'liya deb 2 ga bo'lindi. Ikkinchisi maqsad nuqtasining foydatul xabar, lozim foydatul xabar deb 2 ga bo'lindi. Uchinchisi ifodalash nuqtasidan ibtidoi, talabiy va nimo inkari deb 3 ga bo'lindi. Shuni bilan xabar to'g'riliq deydigan gapimiz tugadi. Biz jumlani cho'ng jihat 2 ga bo'lib olgan xabar va insha, xabar to'g'riliq gapib bo'ldik. Endi keldik al-kalam alal-insha. Yani insha haqida qana qilamiz so'zlaymiz. Oldi bilan biz inshoni 2 ga bilib olaylik. Insha cho'ng jihatdan talabiy, g'ayri talabiy deb 2 ga bo'lindi. Talabiy degani
Bu cümle öz ichiga olgan mazmun talab xarakteridagi, boshqalardan bir ishni qilskan, askan, voy, u bu degandek talab xarakteridagi mazmun. G'ayri talabi degani talab xarakterini öz ichiga olmagan mazmun. Bir gapni deb qo'yay saboqdoshlarga, g'ayri talabi bizga butunlay munosabatsiz. Balog'at babida g'ayri talabi munosabatsiz. 6 turli g'ayri talabi va masalan sigatul uqud deymiz, aldım satdım, nikohdagi aldım tagdim deganlarning hammasi masalan ni'ma babi masalan maqtash, af'alul madh, af'aluz zam qatorliqlarning ta'ajjub babi masalan mavloning hammasi bu insho'ninki qaysi qismi g'ayri talabiy qismi. Endi biz o'qiydiganimiz qaysi qismi talabiy qismi. Talabiy degan nima desa, şu talab qilgan vaqtda hosil bo'lmagan bir maqsaddan birini talab qildig'ini talab yo'lida. Buni uyg'urcha bilasizlar uni. G'ayri talabiy degan undaga masalada. Avval qilsa talab yo'g'ini 5 turli ishlar bilan bo'ladi. Amr talabiy inshoqi tava. Nahi talabiy inshoqi tava. İstifham, temenni, nida, 5 turliki talabiy inshoqi tava. Ya'ni inshoni talabiy, g'ayri talabiy deb nechaga bo'ldik? 2ga bo'ldik. Talab yo'g'ini amr, nahi, istifham, temenni, nida deb nechaga bo'ldi? 5ga bo'lindi. Andos birdan kelaydi. Bugungi darsda shu talabi yo'g'an inshoning 2 qismini inshaalloh, ya'ni amr bilan nahini so'zlab to'xtaymiz. Birinchidan kelayli amr. Amr degan nima? Ya'ni bizning Uyg'ur tilida buyruq degan gap. Buyruq degan nima? Agar buni normal tushundiq odam tushuntirib beraylik, buyruq degan yuqori tarafdan deydi. Buyruq cho'qim yuqori tarafdan bo'ladi. Yuqori tarafdan bir ishni qilishni talab qilish. Buni Abdurrahim nima taraf qilinglar desanglar, ammal amru. Amr deganimiz ma'lum bir ishni qilishni ala vajhil istila degani yuqori tarafdan, yuqori yo'ldan degani, buyruq yuqori tarafdan pastga tushgan shaklda talab qilingan ish amr bo'ladi. Buyruq bo'ladi. Bu amrning haqiqat ma'nosi. Amrning haqiqat ma'nosi. Endi amr ba'zida mushu haqiqatdan chetnab chiqib boshqa ma'nolarga chiqib ahvol bor. Buni saltur so'zlaymiz. Va lahu arba'atu siyaq. Amrning 4 xil shakli bor. Shakl jihatda. Masalan, fi'lul amri, khuzul kitab biquvvatga khuz. Yana birisi lam bilan juplashgan fe'l mudori'ga lamliq amr deb qo'yamiz. Fe'llan turliga vaqtda if'al yaf'al degan shu. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi degan. Yana birisi amr fe'lning ismi, mana o'zi ism, ma'nosi amr qiladigan bir ismlar bor. Hayya ala salat degandek. Yana birisi fe'l amridan noib bo'lgan masdar kelib fe'l amrini ifodalaydigan ahvollar bor. Masalan, sa'yan fil xayr degandekchi. Mushlarning hammasi amr siyg'asi. Biz davatgan ala wajhil istila fe'lni talab qilish degani mushlarning hammasidan chiqadi. Ya'ni yuqori tarafdan bir ishni qilishni talab qilish, yuqorida biz tilga olgan 4 siyg'ining hammasidan chiqadi. Bu haqiqat ma'nosi. Amrning haqiqat ma'nosi talabul fi'li ala wajhil istila. Abturda qaranglar. Vaqat taxruj. Amr siyg'ilari ba'zida asli ma'nosidan, ya'ni boshqa ma'nolar tushuniladi-ki, boshqa ma'no kalamning siyoqidan, ahvolning qarinlaridan tushuniladi. Demak, amr asli buyruq ma'nosida. Ba'zi buyruqdan olib boshqa ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, duo, majaz ma'nosi deymiz buni. Majaz ma'nosi deymiz. Duo, iltimos, tamanni, irshad, tahdid, ta'jiz, ihona, ibaha, imtinon, taxir, tasviya, ikrom degandek boshqa har xil ma'nolarni ifodalaydi. Tuanda biz har birisini misol bilan ko'rib o'tamiz. Masalan, duoning misoli Avzi'ni an ashkura ni'matak. Bizning Allohga amr qildiganga haddimiz alaf emas. Haddimiz emas bizningki. Bandadan duo shaklida kelgan Allohga qilingan har qanday amr duo ma'nosida, amr ma'nosida emas. Bu bir. Ikkinchisi iltimos ma'nosida misoli sizningki siz bilan teng darajalik odamga a'tinil kitob. Men kitob ba. Desangiz buyruq emas u. U faqat kitobni menga beribdi, a kitobni menga elita degandek iltimos. Üçüncüsü temenni. Temenni degan nima? Buyruq so'qolmaydigan, mumkin bo'lmaydigan ishlarga buyruq qilgan bo'lsa, temenni bo'ladi. Masalan, bir eshikni ocholmay, tepib, urib ketib, eshik bir ochilsang-chu deb ketimiz-chu. Bu nima desa, o eshikni buyruq qilgan bilan ochilmaydi o eshik. Bu faqat temenni. Ala ayyuhal laylut tawil wa lanjali. Voy, uzun kecha bir ochilsang ekan deb ketib cho'mayadi. O kechini uni degan bilan atmaydi o tang. Alanjali bi subhin wa mal isbah minka bi amsaliki ma tangmo senden emas yo'qamas degani bir etilsan ki men kechini tuyib ketdim deganda ashuru mushu ishga baytdiki birinchi baytdiki injali degan buyruq fel buyruq emas ya'ni tamanni irshad itaklash ma'nosi bor masalan iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu masalan o'zaro ilm bilim qilib qo'ysang yozib qo'yingchi degan gap kaskin yozinglar buyruq emas bu yerdan vojib chiqmaydi bu yerdan faqat
Yazanlar bundalık. Mustahab fıkıh kitapta mustahab çıkıp deymiz usul fıkıhlarda. Lekin meyde irşad ama buyruk bulunmanız irşad mustaqib qo'yinglar. Bu yaxshi degandek hukumçu. Tahdid ma'nosi va ya'malu ma shi'tum. Xalig'ini qilinglar. Odatda balalarimiz deb qo'ymizgo. Hapsag'ın juma. Meni toza obdan hapsal deb qo'ymiz. Demak jo'g'ini shivo sel turib degan gapda. 7-si ta'jiz. Nochosan ura deb qo'ymiz shu boshqalar. Ura deganlik buyruq qilib, up qo'y meni deganlik men yo'q. Nochosan u, qila olsang u degan gapchu. Xuddi ya la bakrin anshiru li kulayba ya la bakrin ayna al-firar. Hey bakrlar. Qani mening xabarimni taqtib baqinglar, nochosanglar degan gap. Qani nochosang taqtib baqa degan gapchu. Oy bakr, qani qichish degan gap, na qichvatsizlar degan gap. 7-chi xil ma'nosi ihona. Kunu hijaratan aw hadida. Odatda biz u yo'ritildim deymizgo. Voy ishingni qilava deymizgo. Ishingni qilava degan gap, degan gap bu. Ishingni qil degan buyruqmi yoki sendek narsani ko'mayman. Sendek chuprandilarni degandek bir gapda ishingni qila degan gap. Men aytdim, kunu hijra tashib ketaman, tumirib ketadi degan gap. 9-si imtinon ma'nosi va, ya'ni yaxshilikni aslitish. Kulu mimma razaqakumulloh. Alloh bergan narsalarni yanglar degan gap. Masalan, bir odam yaxshilikni qilib, chiroyli o'ylarni qilib turib, o'sha o'ylada obda o'tirang juma deganlik, o'tiranglar deb buyruq qilganlik emas. Mana yaxshiliklarni qabul qilinglar, mana yaxshiliklarni qildik degandek bir hukumchu, yaxshilikni aslitish. 10-si ixtiyorlik. Xuz hada aw zak. Men ma'ni ana al degan gap buyruq emas. Tanlash. Tasviya, barabar isbiru fasbiru aw la tasbiru. Chidanglar, chidamanglar baribir sizlarga nisbatan do'zaxdan chiqib ketolmaysizlarmi degan gapchu. 12-si ikrom ma'nosi. Udkhuluha bisalam. Amin. Uyga mehmon kirsa, voy uyga kirsizlar, o'ng tarafga o'slar, ko'pini ustiga o'slar deymiz masalan. Ustiga o'slar debchu. Bu yerdagi buyruq, ig'zimizdan chiqqan buyruq siyg'isi qanaqadir buyruq emas, balki hurmat u. Xo'sh, ma'o amrininki haqiqat ma'nosi bilan majoz emas. Ammo nahiychu, nahiy model amrining ta'turisi. Ya'ni bulusiz buyruq deymiz-ku. Buningmi ikki xil ma'nosi bor. Birisi haqiqat ma'nosi bor, yana birisi majoz ma'nosi bor. Qani ko'rib boqaylik. Ammo nahiyga kelsak, nahiy degan nima desa, ishdan, bir ishni qilishdan, yig'ilishni ustunlik yo'ldan talab qilishga buyruq ustun tarafdan keladi, qilma degan gapchu. Bu shu amrininki buyruq bilan dal ta'turisi. Bunun bir shakli olsa-mu, la nahiy bilan kelgan fil mudari oxiri sakun o'qiladi. Buni sarf o'qib bilasizlar. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha va la tufsidu o'xshashlar. Zamin isloh qilinib bo'lgandagi uni buzmanglar degan gap. Buzuvchilik qilmang. Ma'o haqiqat ma'nosi. Bu muqadda amriga o'xshash ba'zida haqiqat ma'nosini chatlar chiqib, majoziy ma'nolarga chiqadi vallohu. Masalan, duo, iltimos, tamanniy. Amaliyotda mishadagi 12 xil ma'nomiz kelib turishadi. Shu hamda Abdur qisqalam 6 xil ma'no keldi. Ba'zida bu nahiyning siyg'isi asli ma'nodan maqomdan siyaqdan tushuniladigan boshqa ma'nolarga chiqadigan ahvollar bor. Masalan, birinchi duoga o'xshash va la tushmit bil a'da desa, men bilan dushmanlarni xo'sh qilib qo'ymaslik, Alloh. Va la tushmit bil a'da desa, xo'sh qilib qo'ymaslik, Alloh degani bir xil duoni Alloh qaygiz nahiy qilib buyruq soqqanlik emas. Iltimos, sizdan hamtan qilgan odamga la tabrah min makanik hatta arji'a ilayk desa, men qaytqanga qadar o'rningdan midirlama, qo'zg'alma desa, buyruq emas u. Faqat o'tibdi, ha, og'aynam degan gap. Tamanni la ya laylu tul ya nawmu zul ya subhu qif la tatlu'i desa, hay kecha uzog'in. Hay uyqu davomlash. Hay tong to'xta, atma. Tongni atmada buyruq qilish mumkin emas-da, u buyruq ijro bo'lmaydi. Faqat bu tamanni. 4-chi ma'nosi irshad. Ya'ni yetaklash. Masalan, la tasalu an ashya'in tubda lakum tasukum. Sizlar bir bilib hamma ishni so'rayvermanglar. Ba'zisi oshkor bo'lib qolsa, sizlarga yomon bo'ladi degan gapchi. Mavrundagi la tasalu an ashya'a la tasalu buyruq bilan emas. Ya'ni bir narsani so'rashni cheklaganlik emas. Aksicha, yaxshi so'ramanglar degan gap. Mana ma'ni kelib qolgan buyruqlardan fiqh kitoblarda, usul fiqhlarda vojib olmaydi. Balki nadbaludi, nahiy bo'lib qolsa, kiroha oladi masalan. 5-si tahdid. Masalan, xizmatchingizga la tuti amri, mening buyruqimga itoat qilma juma degan gap itoat qilma deganlik emas. Degan gap bu ko'glikmi degan gapchi. 6-si tayiz, umid uzdirish. La ta'tadirul yawm, bugun hamda sizlar o'zrekmanglar degan gap. Sizlar ishonlar tugudi hamda deb umid uzdirish masalasi. 8-si oqibatni bayon qilishga va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Masalan, sizlar Alloh yo'lida o'ldirilganlarni o'lik deb hisoblamanglar, tirik ular desa, ularning oqibati undaq emas deb ma'noqni ifodalashda. Nima u?
Nehininki asli ma'nosi, ya'ni haqiqiy ma'nosi va ma'nosi majoziy ma'nosi. Shuning bilan bugungi darsimiz mushatib tursin. Inshaalloh inshoninki oxirgi 3 qismi, ya'ni istifhom, tamanni, nido qatorliq mataraflarni inshaalloh kelasi soatda so'zlaymiz. Bugun mush yerda to'xtaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.